Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan foydali xususiyatlari juda ko'p bo'lgan ajoyib bir yorma haqida so'zlashamiz. Ya'ni grechka haqida. Biz nonushta, tushlik va hattoki kechki ovqatda ham iste'mol qiladigan bu odatiy mahsulotning qanchalik ko'p foydali xususiyatlari borligi haqida ko'p ham o'ylamaymiz. Lekin unda organizm uchun muhim bo'lgan elementlar juda ham ko'p. Uni bolalar va kattalar yaxshi ko'rishadi. U deyarli qarshi ko'rsatmalarga ega emas, ya'ni nojo'ya ta'sirlarga ega emas. U juda ko'p vitaminlar va mikroelementlarni qamrab oladi. Shuning uchun uni, ya'ni grechkani yormalar malikasi deb e'tirof etishadi. Grechkani mustaqil taom sifatida sut, qirg'ichdan chiqarilgan pishloq, sariyog', qo'ziqorin va sabzavotlar bilan iste'mol qilish mumkin. Bundan tashqari u go'sht, parranda yoki baliqqa garnir sifatida ham ishlatiladi. Sho'rvalarga qo'shiladi. Bundan tashqari donlardan kotletlar, quymoqlar, pishiriqlar uchun nachinkalar ham tayyorlash bo'ladi. Ba'zilar grechkani desert uchun asos sifatida ishlatishadi hattoki. Grechka unidan esa blinchik yoki non pishirishadi. Grechkaning vatani Hindiston va Nepal bo'lib, u yerda 5000 yil oldin yetishtirilgan ekan. Avvaliga Osiyo bo'ylab tarqalgan, so'ngra esa Yevropagacha kirib borgan. Grechka haqiqatan ham sog'lom ovqatlanish ramzi bo'lib, uning tarkibida 50 dan ortiq foydali moddalar mavjud. Bu yorma o'simlik oqsili miqdori bo'yicha yetakchilardan sanaladi. Faqat dukkaklilardan keyin turadi. Eng muhimi esa bu oqsil organizm tomonidan juda yaxshi o'zlashtiriladi. Grechkadagi ozuqaviy moddalarning ko'pligini quyidagicha ta'riflash mumkin. Undagi temir gemoglobinni oshiradi va kamqonlikda yordam beradi. Kaliy va fosfor esa qon tomir devorlarini mustahkamlaydi va suyak to'qimalarining holatini yaxshilaydi. Grechka tarkibidagi magniy endokrinologiya va yurak-qon tomir tizimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Undagi flavonoidlar qon tomirlarini mustahkamlaydi, xolesterin darajasini pasaytiradi va qon bosimini me'yorga keltirishga yordam beradi. Grechka tarkibidagi flavonoidlar, antioksidantlar, fenol kislotasi va selen xolesterinni darajasini me'yorga keltiradi, immunitetni qo'llab-quvvatlaydi va organizmdan erkin radikallarni chiqarib yuboradi. Bundan tashqari, grechka tarkibida rux, mis, marganez, foliy kislotasi hamda B1, B2 vitaminlari juda ham ko'p miqdorda mavjud. Nima uchun grechka foydali? Unda gluten mavjud emas. U donli ekin emas, shuning uchun glutenga allergiyasi borlar uchun xavfsiz sanaladi. Unda past glikemik indeks qondagi qon miqdorini keskin oshirib yubormaydi va uzoq vaqt davomida to'qlik hissini bag'ishlaydi. Ekologik jihatdan toza sanaladi. Uni yetishtirishda odatda kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan kam foydalanishar ekan. Grechkadagi temir moddasi yaxshiroq so'rilishi uchun uni C vitaminiga boy mahsulotlar, masalan, yangi uzilgan sabzavotlar yoki limon sharbati qo'shilgan salatlar bilan birga iste'mol qilish tavsiya etilar ekan. Grechka tarkibida barcha 8 ta almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar, triptofan, lizin, metianin, valin, trianin, leytsin, izoleytsin, fenilalanin mavjud bo'lib, ularning miqdori ham ancha yuqori sanaladi. O'simlik mahsulotlari orasida bu borada faqat soya va dukkaklilar grechkadan ustun bo'lishi mumkin xolos. Biroq grechkadagi aminokislotalar organizm tomonidan ancha yaxshiroq o'zlashtiriladi. Grechka hazm qilish tizimi faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uning tarkibidagi ko'p miqdordagi kletchatka hazm jarayonini, jigar va oshqozon osti bezining funksiyasini yaxshilaydi. Bundan tashqari, oqsilning ko'pligi va kaloriyaning pastligi tufayli grechka parhez vaqtida juda ham foydali. U uzoq vaqt davomida to'qlik hissini bag'ishlaydi va sizni ochlikdan himoya qiladi. Glikemik indeksi past bo'lganligi uchun grechka qandli diabet bilan kasallangan insonlar uchun juda ham muhim. Ko'p miqdordagi kletchatka ichakda uglevodlarning so'rilishini sekinlashtiradi, bu esa qondagi glyukoza miqdorining keskin ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Olimlarning o'tkazgan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, ikkinchi turdagi qandli diabetda grechka iste'mol qilingandan 1,5-2 soat o'tgach qand miqdorini 12-19% gacha tushirishi mumkin. Grechkaning nafaqat ozuqaviy, balki genetik darajadagi foydasi ham ochib berilgan.
Grechka seliakiya glutenni ko'tara olmaslik bilan kasallangan odamlar uchun almashtirib bo'lmaydigan mahsulot sanaladi. Umuman olganda, bu yormani iste'mol qilishga bo'lgan yagona monelik, ya'ni to'sqinlik bu mahsulotga nisbatan individual sezuvchanlik, allergiya sanaladi. Lekin faqat grechkaning o'zini yeyish unchalik to'g'ri emas. Har bir narsada ham me'yor muhim. Agar faqat shu mahsulot bilan oziqlansangiz, qabziyat, bosh og'rig'i va boshqa noxush oqibatlar ham yuzaga kelishi mumkinligini unutmang, chunki organizmga har qanday mahsulot kerakli sanaladi. Grechka organizmda shaxsiy oqsillar ishlab chiqarilishiga yordam beradi. Olimlar tadqiqot o'tkazib shuni aniqlashdiki, bu oqsillar qatoriga uzoq umr ko'rish oqsili ham kiradi. Bu oqsil esa organizm hujayralarini qarishdan himoya qiladi, umr davomiyligini oshirishga xizmat qiladi va stressga qarshi chidamlilikni kuchaytiradi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, tarkibida grechka bo'lgan parhez kaloriyani cheklash deb ataladigan effektga ega. Chunki bu donda hazm bo'lmaydigan kletchatka juda ko'p. Ratsionga grechka qo'shilganda sirtuin 1 ishlab chiqarilishi ortadi. Olimlarning taxmin qilishlaricha, boshqa o'simlik mahsulotlari ham sirtuin 1 ishlab chiqarilishiga yordam berishi mumkin. Ammo grechka borasida bu allaqachon isbotlangan fikr sanaladi. Xo'sh, grechkani kimlar iste'mol qilmagani ma'qul? Albatta, unga qarshi individual ko'tara olmaslik kuzatilgan odamlar, ya'ni grechkaga allergiyasi borlar. Shuningdek, me'yorni unutmaslik kerak. Bir tomonlama, ya'ni faqatgina grechka yeb kun ko'rish sog'liqqa zarar yetkazishi mumkin. Grechkani qanday qilib to'g'ri tanlash kerak? Grechka har qanday mahsulot, go'sht, tovuq, sabzavotlar va sut mahsulotlari bilan juda ham mos keladi, yaxshi uyg'unlashadi. Grechkaning eng mashhur turi yadritsa, ya'ni butun holdagi qovurilgan yoki bug'langan donlardir. Shuningdek, sotuvda yashil grechka, ishlovi berilmagan grechka ham uchrashi mumkin. U eng foydalisi sanaladi, chunki unda ozuqaviy moddalar ko'proq saqlanib qolgan bo'ladi. Ko'pchilik mahsulotlar singari grechkani ham qaynatganda foydali elementlarning bir qismi yo'qoladi. Shu sababli grechkani avval ivitib qo'yish, so'ngra 5-10 daqiqa davomida qaynatib olish yoki dimlab qo'yish tavsiya etiladi. Yashil grechkani esa ivitib qo'yish mumkin. Bu usul foydali moddalarni nafaqat saqlab qolish, balki ularni yanada ham ko'paytirish imkonini beradi. Ivitilgan grechkani gazak sifatida yeyish yoki salatlarga qo'shish mumkin ekan. Shuningdek, yashil grechkani suv, kefir yoki yogurtda ivitib qo'yish ham juda foydali bo'lishi mumkin. Grechka me'yorda iste'mol qilinsa xavfsiz mahsulot sanaladi, lekin u allergik reaksiya keltirib chiqarishi hech gap emas. Odatda bu holat grechkani haddan tashqari ko'p iste'mol qiluvchilarda yoki lateks va guruchga allergiyasi bor odamlarda kuzatiladi. Allergiya alomatlari qanday bo'ladi? Allergiya alomatlari teriga toshma toshishi, shishlar, ovqat hazm qilishning buzilishi, og'ir holatlarda esa allergik shok bilan kechadi. Salomat bo'ling azizlar. Har qanday mahsulotni iste'mol qilishda me'yor lozimligini hech qachon unutmang.